Assalomu alaykum hammaga. Bugun 2026-yil 26-iyun sanasida bog'imizdagi yangi bir yirik ertapishar uzum navini ko'rsatmoqchiman. Bu uzum navimizning nomi Etude. Xudo xolasa donlari o'ta bu holat uchun yirik. Chunki Husaynlarimiz o'li mana shu holatda. Lekin bu Etude nomi mana shu holatda. Hali bizani o'zimizdagi Rizamadot uzumlarimizga rang kirgan yo'q, g'o'ra holatda O'zbekistondagi juda ko'p ertapisharlarning uzumlarni qatoriga bu navni ham qo'shsak bo'lar ekan. Mana shu holatda yiriklikka kelgan. Bu uzum navimiz qora bo'ladi. Asosan internetda ko'rgan odamlar uchun mana bu yerda o'rtasida kindikchasi bo'ladi, xuddi avatarga o'xshagan. Lekin bunda hozir kindiklari bo'rtib qolgan ancha. Chunki past bilan tepani balansi bir xil bo'lsagina qachon siz o'sha rasmda, videoda ko'rgan uzum bo'ladi. Bu o'tgan yilgi payvand, hali past bilan yuqorini balansi bir xil emas. Lekin ba'zi birlarda mana kindik bor. Mana shu holatda donlari o'ta yirik, qattiq. Xudo xolasa buni pishdik yana ko'rsatamiz. Uje tam kirgan, qushlar cho'qishni boshladi, shu uchun to'r qilib qo'yganimiz. Inshaalloh kuzatishda davom etinglar. Bundan ham ajoyib yangi uzum navlarim pishib kelgan. Inshaalloh bitta video qilib ko'rsatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.